Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon barakalari va obunachilari. Bugun biz Ishtixon shahri Azamat mahallasi Guliston ko'chasiga tashrif buyurdik. Aynan Azamatda musofirda biznes uchun, uy-joy uchun mazza qilib mehnat qilayotgan akalarimiz, opalarimiz juda ham bisyor. Buni biz o'sha bizlarga murojaatlaridan bilamiz, ko'pligidan. Aynan bu joyimiz biznes sohasini mukammal ravishda bajaraman yoki misol uchun pul ishlagan pulimni o'sha biznes sohasiga tikaman deganlar uchun ayni muddao juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan, ya'ni o'sha markaziy yo'ldan 150 metr masofada kirib kelishda umumiy maydoni 30 sotkdan iborat turar joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Xohlanglar yarmini ishlab chiqarish qilinglar, xohlanglar yarmida uy-joy qilinglar, xohlanglar ikki kishi baravariga bo'lib oladigan imkoniyatini ham sizlarga vigit variantini qilib beramiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek tashqi fasadi juda ham uzun, ikki kishiga bemalol yetadigan joy bor. 15 sotkdan bo'lib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bismillahir-rohmanir-rohim. Ichkarini bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Kiraverishda o'ng tomonimizda uzunligi navesimizning uzunligi necha edi? 38 metr. Uydan tashqari 38 metr. Atak uy bilan hisoblaganda bu yoqda ikkita xonamiz bor. Uy bilan hisoblaganda общий 50 metrga 6 metrlik uzun naves. Bu yerda o'zi birdan videosini ko'rganlar birdan tushundi. Bu yerdan nimadir qilishdi yoki nimadir imkoniyatini, vaziyatini qilishdi tushundi. Xohlasanglar mana bu yerda kaliti yo'q ekan, ikkita xona bor ekan yashashga. Buni ishlab chiqarish qilaman desanglar, misol uchun qarovulga yoki ishchilarga bemalol ikkita xona bor ekan, tayyor. Naves ko'ryapsizlar. Bu hamma stroyka materiallarimiz rossiyskiy, Shodir Baxtiyorovich. Ukajon. Oddiy bir materialdan foydalanilmagan. Xohlasanglar men bu blogda ham sifatlisi, ya'ni kim o'sha hozirgi chiqadigan bloglardan nisbatan mahsulotini ham ko'proq solib, o'zimiz boshida turib, o'zimiz mana shu bloklarni aynan mana shu joy uchun spetsial quydirganmiz. Deyishdi, mana bu yerimiz uzunligi 60 metr, eni 8. Polni tepasi stroyka materiallari rossiyskiy. Bu yerda ham to oxirigacha, endi hozir qorong'ida ko'rinyaptimi? Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu hamma stroyka materiallari rossiyskiy. Xohlasanglar aytib o'tganimizda bu yerda ishlab chiqarish qilsa ham bo'ladi. Xohlasanglar bu yerda bitta baza qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bu yerda atak chorvachilik uchun ham nimadir variantlarni o'ylab chiqsa bo'ladi. No pul tiksa, pulini oqlaydigan joy ekan. To'g'risi o'zim ko'rib mazza qilardim. Mana bu yoqda ham xonalarimiz bor, qo'shimcha deyapti. Bu xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Tak. Mana bu ikkinchi xot. Nimaga kirib chiqish uchun. Bu yoq ham balki bitta xona foydalaniladigan. Nimadir qilsanglar bo'ladi bu yoqdan ham. Xohlasalaringiz mana bu yoqda yana 3 ta dababishda steshkalari bilan mana stroyka materiallar bu yerda ham rossiyskiy edi-da. Shodir uka, mana steshkalar betonlari juda ham mustahkam quyilgan, chiroyli qilingan. Mana shundan yana mana 3 ta xona podryatiga. Hammasini ko'rsatib o'tirmayapmiz. No, yana nima vigit variantlaringiz bor bu joyda deydiganlar uchun xohlasalaringiz mana bu yerdan imorat so'rsangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqda ham keng dala deydi-yu. Bizlarda yer bisyor. Xohlasalaringiz u tomondan uchastka solingizlar, xohlasalaringiz bu tomondan uchastka solingizlar. Aytib o'tganimdek, xohlasalaringiz agar ikki kishi bo'lib beriladigan varianti bormi deydiganlar uchun, ya'ni hozir oxirida pulini aytib o'tamiz. Bir kishiga sal ko'proqlik qilar ekan, ya'ni o'sha pul masalasi sal qiyinroq ekan, bizning pulimiz yetmayapti deganlar uchun ayni muddao uni ham variantini sizlarga sherik topib kelsanglar, ikki kishiga bo'lib beradigan variantini ham qilib beramiz. Bizlar hech qaysi bir klientni norizo yoki xafa qilmaymiz. O'shani doimo yodingizda tutinglar. Xo'p, endi narx-navosi qanaqa deydiganlar uchun mana shu uzun navesda tagida hozirlarga salqinda narxini tushuntirib o'taman. Issig'ida aytsam, obunachilarimizda davlenasi oshib ketmasin katta summada. O'shaning uchun katta joyda puli ham katta bo'ladi, bilsalaringiz. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, narx-navomiz lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri, Azamat mahallasi, Guliston ko'chasi, ya'ni o'sha markaziy trassada 150 metr masofa bilan shundoq kelishda 150 ga ham chiqmaydi, balki 100 metr chiqar, kirishda umumiy 30 sotiqdan iborat turar joyimiz. Ya'ni kim noturar emas. Ya'ni bu joylarni ko'rib, bu imoratlarni ko'rib noturarmi, kimdir bu yerda ishlab chiqarish uchun qilganmi deganlar uchun ayni bir chiroyli savol berganlar uchun yo'q, dokumentimiz turar qilingan. Sizlarga yana bitta plyus tomoni, turar dokumentga ega joyimizda video obzorini uzatdik. Xo'p, dokumentimiz 100% toza,
pul sanaladi, notarialni o'tkazib beriladi. Endi narx-navosi qanaqa deydiganlar uchun hozir kecha kunduzda Azamat mahallasida ham juda ham ko'p joylarimizni chiqarganmiz. Ba'zi joylarimizda chiqarmasdan turib sotib yuborganmiz. Narx-navomiz o'sha 2,5, 2,200 o'sha atrofgacha chiqdi. Ya'ni bunaqangi chiroyli, xohlagan kuyingizga soladigan joy chiqib qoladigan bo'lsa, 2,5 minggacha patolog narx aytilyapti. Xo'p, endi bu joyda egalari Shodiyor ukajon umumiy sommasini aytamiz. Umumiy sommasi 130 ming dollar deyishyapti. Endi 130 ming dollar bu bir kishi uchun juda katta somma. Buni bitta yechimi bor. Xohlasalaringiz aytib o'tganimizdek, ikki kishini baravariga keladigan bo'lsa, ya'ni o'sha Azamat mahallasida Amerikada ishlaydigan bizda ham akaxonlarimiz juda ham ko'p. Biz Ishtixonda ham rosa ko'p joy olib berganmiz. Hozirgacha aloqalashib turamiz va undan tashqari ham Amerikaga ketgan yana oldidagi juda ham vakillari ko'p. Aynan bu videomizni tashlab bersanglar, balkim ularni o'sha joyda izlab yuradigan yoki qanaqadir biznesni o'ylab yuradigan aynan Azamat mahallasida, o'zimni mahallamda o'sha ishlab chiqarishni qilaman yoki o'sha biznesni qilib, o'zimni mahallamdagi odamlarni, insonlarni, qadrdonlarimni ish bilan ta'minlayman va o'zimizni mahallaga hissamni qo'shaman deydigan ba'zi bir insonlar bo'lishi mumkin. O'sha aynan o'sha qidirib yurgan insonlar bu videomizni ko'rsa, ayni muddao bo'ladi. Xo'p, ikki kishi kelsa agar ikki kishiga bemalol bo'lib beramiz. Bu birinchi plyus tomonimiz. Ikkinchi plyus tomonimiz srochniy aloqaga chiqqanlar uchun birinchi aloqaga chiqqan va birinchi kelgan o'sha ikkita klient uchun biz aynan Ishtixon barakali uylardan keldik desanglar yoki bizlar orqali tashrif buyursanglar 130 ming dollardan skidka qilib beramiz. Ancha dedi. O'sha ikki kishiga juda qulay narxda qilib beramiz. Ya'ni o'sha 130 mingdan kelishilgan variantda va yana ikki kishi olsa bu arzimagan puldan tushadi deyapti. Demak, gap nimada ketayotganligini payqagan bo'lsanglar, srochniy o'zi nomerni terishni boshlash kerak. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich, men so'z Ishtixon barakali uylar jamoasi va mana shunday juda ham chiroyli, fayzli, yaxshi bir joyda sizlarga uzatishda davom etamiz. Sizlar ham srochniy telefon qilinglar. Agar kimdir mana shu Azamat mahallasidan Rossiyada, umuman Amerikada, Koreyada tanish bilish bo'lib, "Ke do'stim, mana shu pulingni ko'kka sovurib yuborman, mashina olib qo'yman, mashinaning narxi tushib ketyapti. Mana shu yerda olib qo'yaylik ikkalamiz kelishib. Bu joyda 1 yil saqlasa, ertaga biriga bir pulini qilib olamiz" deydiganlar uchun ayni muddao. Va yana bir gapni aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, biz narx-navoni biz chiqarmaymiz. Buni hech qachon esinglardan chiqarmanglar, chunki kommentariyani biz muntazam ravishda o'zim o'qib boryapman. Juda ko'pchilik meni ishdan bo'shatmoqchi bo'lishyapti. Bu gapga ham bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Shodiyor Baxtiyorovich ishdan bo'shatadigan bo'lsanglar, kanalda hammasi yopiladi. Chunki kanallarni hammasi shaxsan o'zimga tegishli. Demakki, sizlarga qanaqadir manfaatimiz tegayotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Negativ fikr bildiradiganlar uchun ham rahmat. Aynan biz narx-navoni biz chiqarmaymiz, xalq chiqaradi. Xalqda narx-navosidan biz klient olib kelsak, ancha skidka qilib beramiz. Buni bizlar, ya'ni Ishtixon barakali uylar, ya'ni Shodiyor Baxtiyorovich orqasidan kelib turib, joyli, uyli, biznesli bo'lib ketgan ko'p qadrdonlarimiz juda yaxshi bilishadi.